Qadrdonlar, Matizda yil yaxshisidan, konditsioneri boridan mana deganlar uchun mana sizlarga 2017-yil ishlab chiqarilgan Ravon H9 super konditsioner best mashinasi kelib qoldi. Holati yaxshi holatda, baland holatlari ham o'rtacha ekan, original o'zlarining kapelarida. Kraskalari 95% toza deyishyapti, inshaalloh. Kelib ko'rib oladigan odam proverka qolaveradi. Polilari bor, chexollari bor, magnitofon kolonkalarigacha bor. Hozirgi kunda hech qanaqa kamchilik yo'q. Mashinani olib bosaveradigan joyi, metan gazlarigacha bor. Yurgan probeglarni 288 ming deyshti, halol ekan. Turgan adres Qo'qonda bunaqa qilib rollar qo'yib qo'yilgan, deflektorlar, mesin deflektorlar qo'yib qo'yilgan, tablolarni ham chiroyli qilib terdirib qo'yishgan ekan. Holati yaxshi holatda. Nomerlarni opisaniyada qoldiraman. Buni narxini prямо egani o'zidan bu. Narxini $3550, oxirgi qo'lga tegadigan narxi deyshti. Kelib ko'rib, ma'qul kelsa, bosaverasizlar jigarlar. Mashinaga gendamingiz beriladi. Turgan adres Qo'qonda. Joningiz sog' bo'lsin, o'zingizga ehtiyot qilinglar.